bozor aylanibsiz 100 ming so'mga shunaqangi nimchalarni, yangi kamzirlarni topishingiz amri mahol. Mana bu issiqqina shiringina ko'ylak lozimchamiz esa 85 ming so'm meni nomimdan chiqsa, sizga 80 ming so'm qilib berishadi. 150 mingdan sotilgan ko'ylak lozimlarimiz hozirgi skitkada 100 ming so'mdan. Bu ko'ylak lozimlarimiz esa 120 mingdan sotilgan, hozirgi skitkada esa 85 ming so'mdan. Agar siz meni nomimdan chiqsa, 80 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Rasvetkalari va razmerlari bo'lib, shunaqangi zamochkaliklari ham bor. Ham skitkada bo'lib, hozirda 100 ming so'mdan xohlasangiz shunisini, xohlasangiz sportivni kiyaman desangiz, shunisini olishingiz mumkin. Shu yerda esa menga obuna bo'lib qo'ying, shunaqangi arzon va sifatli kiyimlarni sizga obzor qilaman. 12 ta viloyatga dastlabki xizmati bor, optimga ham chiqaradilar. Bu yer oilaviy sex hisoblanib, o'zlari ishlab chiqarishadi. Mana bu ko'rib turgan ko'ylak lozimingiz esa avval 220 mingdan sotilgan, hozirda 170 ming so'mdan. Rasvetka va ranglari oldi shunaqangi tugmachaliklari bor. Jonlar uchun shunaqangi issiqqina, nachosli qaranglar, shim bilan kostyumchiklar 50 ming so'mdan ekan. Qizlar jonlar bular optimga trikotaj qilib chiqarishadi. Hozir xarid qilib pulni soqqalab olsangiz ham bo'ladi. Asl ma'lumot uchun men pastda raqamlarni va akkauntlarni belgilab qo'ydim. Bemalol aloqaga chiqib o'zingiz xarid qilishingiz mumkin. Biz ham o'zimizga kerakli ko'ylak lozimchamizni oldik va uyga qaytdik. Aytgancha manzil Marg'ilon shahar Tereza bozoriga mosdan tushganingizda zapravka ro'parasidagi domda birinchi qavatda joylashgan birinchi pod'ezd plashatkalik dom ekan. Topishingiz uncha qiyin bo'lmaydi. Videoda esa saqlab qo'ying.